Aziz o'quvchilar, kimyo fanisiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Gulnoza Hasanova kimyo fani o'qituvchisi sifatida ishlaydi. 2005-yildan beri ta'lim sohasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Bir necha maktablarda kimyo fanidan dars berib keldim. Ushbu maktabga 2016-yildan beri dars o'tib kelaman. Uning kasb tanlashida fanga bo'lgan qiziqish asosiy omil bo'lgan. O'qituvchilikka kirib kelishimning sababi o'quvchilar bilan, bolajonlar bilan ishlashni juda ham yaxshi ko'raman. Kimyo yo'nalishida moddalarning kelib chiqishi, ulardan nimalar hosil bo'lishiga qiziqqan holatda ushbu kimyo fanini yo'nalishini tanlaganman. Laboratoriya mashg'ulotlari orqali o'quvchilar tajriba o'tkazadi, natijalarni tahlil qiladi. Bu jarayon fanga qiziqishni oshirib, bilimni mustahkamlaydi. Namoyon bo'ldi. Mana kimyoning mo'jizasi hisoblanadi. Ta'lim jarayonida ota-onalar bilan doimiy aloqalar yo'lga qo'yilgan. Bu yondashuv o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir etmoqda. Ota-onalar bilan hamkorligimiz o'quvchilarimizni to'g'ri yo'lga, yo'nalishlarimizga, to'g'ri yo'nalish tanlashlarida, ularning qiziqishlarini orttirishda, bergan bilimlarimizni yanada mustahkamlashlarida ota-onalarimizni o'rinlari juda ham muhim, bizga juda ham katta rol o'ynaydi. Natijada o'quvchilarda tahliliy fikrlash, tajriba o'tkazish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanmoqda.